1,5 sotuvga qanaqa uy qurish mumkin? Sizlar bilan hozir shuni ko'rib chiqamiz. Kelinglar. Qaranglar, ko'chalar asfalt qilingan, Shoh Med klinikasiga chiqib ketsa bo'ladi. Chap tarafimizdan bo'lsa, Choshtepa yangi domlariga qarab ketasiz. Metro birinchi bekatiga bor-yo'q 700 metr ekan, akasini tushuntirdim. Endi ketdi. Sergeli Choshtepa bo'ladi. Xo'p, bu yoq hovlisi ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli, kompaktli qurilgan, 1,5 sotuvga menimcha bundan ortiq bo'lmasa kerak. Bu yoqda yashil zona, yonida podolga tushadigan joyimiz bor. Eshikdan kirib kelar ekanmiz, chap qo'lda bitta xonamiz keladi, ko'rsanglar bo'ladi. Kattagina mehmon kutish xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hop, bu yoq zinadan ikkinchi etajga chiqamiz. Bu yoqda umumiy yuvinish xonasi. Bu yog'imiz oshxonaga mo'ljallangan. Ranglariga ham e'tibor berib qo'yasiz, juda ham chiroyli. Endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Zinadan chiqib kelar ekanmiz, o'ng qo'lda bitta xonamiz keladi. Xonani ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli, kattagina qilingan. Uni yonida kattalar uchun yotoqxona, mana o'zini alohida sanuzel bilan birgalikda. Hop, to'rga o'tar ekanmiz, bu yoqda bolalar xonasi. Rangi ham shunga mos, ko'rib turganingizdek. Hop, bu yog'imizda umumiy yuvinish xonasi joylashtirilgan. Bu yoqda yana bitta xona keladi. Uyimizni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa nima qilishni o'zingizlar bilasizlar, qadrdonlarim. Ko'chalarni ham ko'rsanglar bo'ladi, katta, keng, 3-4 ta mashina bemalol sig'adi, asfalt qilingan. Uy olsang, yaxshi joydan olgin, maza qilib yashaysan degan naql bor. Sizlarga ham shu narsani tavsiya qilamiz. Uyimiz 1,5 sotuvga joylashgan, 5 ta xonasi, 3 ta sanuzeli bor. Undan tashqari akalar domga barter qilsanglar ham bo'lar ekan. Men pastdagi raqamini qoldiraman. O'zingizlar telefon qilib yana gaplashib olsanglar bo'ladi.